Engelliği uchun hozirgi turmush qurayotgan yoshlar 1 oy, 1,5 oy, 2 oy, 3 oyga zo'rg'a yetyapti. Namanganda bo'ldik, ustozimiz aytadilar ro'zadan oldin. Namangan viloyatida turmush qurib 1 yilga hali yetmasdan 690 ta oila ajrab bo'ldi deyapti. Bu suddan ajraganlari, hali sudga yetmaganlari qancha? Mana shulardan 120 tasi befarzandlik sababidan deyapti. Endi befarzandlik deganda Alloh taolo birovga 1 oyda bersa, birovga 2 oyda beradi, birovga yarim yilda beradi, birovga 1 yilda beradi, birovga 10 yilda beradi. Kutayotganlar bor yaxshi umid bilan. O'sha farzandga otalik, onalik qilayotganlar bor 10 yilda, 12 yilda bo'lsa ham. Mana kechqurun Samarqandda edik, bir yigit duo qiling. 7 yil kutdim farzandimni, mana 2 oydan keyin tug'iladi, eson-omon bag'rimga bosay deb ko'z yoshi bilan duo qiling. Shularni sabri qanaqa bu? 3 oyda homilador bo'lmasa nima endi? Puf sassiq deb tashlab yuborish kerakmi? Haydab chiqarish kerakmi uydan? Yo'inki kelinimiz ketma-ketin qiz tug'ayotgan bo'lsa, u kelinimizni aybimi? Ataylab qaynonani asabiga tegishlik uchun shu ishni qilyaptimi? Xudo bersa, qiz bersa nima qilsin? Qo'lidan nima keladi? Nechun o'g'lim yo'q deb bo'larsan g'amgin, birodar Allohga shukrlar qilgin. Shuni ham bermasa nima qilarding? Haqiqiy kulfatni shunda ko'larding deb turibdilar bu yoqda. Ko'rdikku hayoti dunyoda qoraka farzand bersa, farzandim o'lik tug'ilsa ham mayli deyotganlari bor. Farzandim tug'ilib o'lsa ham mayli deyotganlari bor. Farzandim nogiron tug'ilsa ham mayli deb rozi bo'lib turganlari bor. Nimaga 7 yil, 8 yil befarzandlik ko'cha-ko'ydagi oshna og'aynani malomati, qo'shni xudandalarning malomati suyakdan o'tib ketgan. Hatto o'lik farzand tug'ilishga ham rozi bo'lib turibdi. Shundan ham bola tug'ildi-ku degan gap bo'lib, yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi turibdi. Xudoy taolo 2-3 ta ketidan qiz berayotgan bo'lsa, nima endi qaynana bu qizni fusassa qilib haydash kerakmi? Shu qaynanani musulmon deb bilasizmi? Oilaviy mojaroga bordik. Nima mojaro desak, endi 5 yil, 6 yillik o'sha muammo, janjal oxiri taqalib kelgan. Qaynana aytayapti, qo'lini bigiz qilyapti-da, "Ey o'g'il" deyapti, "Ey bola" deyapti. "Mana buningni yo'qot, qurit" deyapti. "Buningni qurit" deyapti. "Meni ko'zim ko'rmasin, buni tezda talog'ini qilasan, 3 talog'ini berasan oldimda" deyapti. Men aytaman-ki, yo'q, nima gap, nima muammo, nima xotining xiyonat qildimi, o'g'irlik qildimi, nima jinoyat qildi, nima gap desam, kambag'al oilani qizi aybi shu deyapti. Qolgan hech qayerida aybi yo'q. Xizmati, butun samimiyati, hurmati joyida. Nima, kambag'allik qizi bo'lsa odam emasmi u? Boylarning qizini ko'ryapmiz, u nimalar qilib tashlayapti? Qanaqa qorishtirib tashlayapti, bulg'ab tashlayapti, rasvosini chiqarib tashlayapti hamma yog'i, oyoq osti qilib. Nima, ular osmondan tushgan kambag'allik qizi yer ostidan chiqqanmi? U odam emasmi bu? "Ey bola" deyapti. Gapni ko'paytirmagin. Ona rozi, Xudo rozi degan. Jannat onalar oyoq ostida deganda bir mahal hadisga qarab ketyapti. Men aytdim, to'xtang dedim. Bu gapni sizga kim aytdi bu? Jannat onalar oyog'i ostida degan gapni kim aytdi sizga desam, hadisni o'qidim dedi. Hadisda o'qigan bo'lsangiz, hadisni to'g'ri o'qishni o'rganib oling oldin. Al jannatu tahta aqdamu ummahatukum deganlar. Kum demaganlar, kum deganlar. Mana qorakalarimiz o'tiribdi. Sahobiylarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat sizlarni tuqqan onangizni oyog'i ostida deganlar. Onalarni demaganlar. Nima uchun onalarni deyilmaydi? Boyaga aytganday, Hindga tekkan o'zbek ayoli bola tug'sa ona bo'ladimi? Jannat shuni tagidami endi? Eriga xiyonat qilayotgan, bugun erini qo'lidan tuz yeb, non yeb, sizga tegib nima ko'rdim? Sizdagi lapashang inson bormikin dunyoda deb gap qaytarayotgan, erini san deb so'kayotgan ayollarni tagidami jannat? Harom yo'llar bilan, zino yo'llar bilan homilador bo'lib olib, bolasini tug'ib, tug'ruqxonada voz kechib ketayotgan, podezga tashab ketayotgan, axlatga tashab ketayotganlarni tagidami jannat? Bunaqalarni tagiga jannat munosib emas, birodarlar. Namoz o'qiysizmi desam, namoz o'qimayman deydi. Siz jannat onalar oyog'i ostida deyapsiz. 2 ta navaraz bilan qiziz kelinni haydayapsiz. O'g'lingizni baxtsiz qilyapsiz. Siz o'zingiz insofan o'zingizga savol beringchi, jannat meni oyog'im ostida deb o'ylaysizmi? Shu gapga o'zingiz ishonasizmi? O'zingizni ishontira olasizmi? Boshini egib o'tiribdi. Kelinga aytayapman, qizim bor ketdi dedim. Nima kerak? Tanam 5 yil chidabsan shu g'urbatga. Mana shu malomatga, san usan, san busan, sani otang u, sani onang bu degan
Malomatga beshik bor ket dedim. Men senga hozir bitta qog'ozga duo yozib beraman. O'sha duoni tahorat qilib namoz o'qib, joy namozing ustida o'qiysan. Mana yangi yilga 10 kun qoldi. Xudo xohlasa qaynanang yangi yilni do'zaxda kutib oladi, xudo xohlasa. Javob beraman shu gapimga. Desam, "Voy bolam, meni kechiring, meni ahmoq qaynanangizni kechiring" va qo'rqmas ekansan dedim. Mana unda qilib ayollarimiz o'zini aldab yuribdi-da, jannat meni oyog'im ostida deb. Farzandini namoz o'qiyotgan bolaga qarang, odamlar o'g'lini namoz o'qita olmay yotibdi. Namoz o'qiyotgan farzandga ota bilan ona, agar bu namozni tark qilmasang, biz sendan rozi emasmiz deyapti. Bergan sutimga rozi emasman deyapti. Men so'rayapti yig'lab, nima qilay? Qoraka, ota-onam norozi bo'lyapti, rozi emasman deyapti. Nima qilay? Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berib qo'yganlar bunday muammoga yo'liqqan insonlarga. Allohga osiy bo'ladigan ishlarda maxluq kim bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilinmaydi deganlar. Garchi u otami, onami. Hatto oq qildim, agar namozingni tark qilmasang oq qilaman degan gap bir tiyinga qimmat. Agar sen qo'ymasang xotiningni men qo'yaman deyaptimi qaynana? Sariq chaqaga arzimaydi. Bu gap hech qanaqa e'tiborga olinmaydi, birodarlar. Shariatda har bir gapni o'zini aytadigan egasi bor va aytadigan joyi bor, birodarlar. Ko'p aytayapman. Yaqinda mana Jizzaxga bordik. Boyaga hoji akamiz 37 yoshli jiyani jigari 100% qurib qolgan. Menga rasmini ko'rsatdi jigarni. Astag'firulloh, xudo asrasin. Bordik, 3 ta o'g'illari men beraman deb 3 ta yigit otaga men beraman jigarimni. Menikini olinglar deb otasiga shunaqa fidoilik qilib haliga xizmat qilyapti. Birortasiniki bir 12 kun analizlardan keyin to'g'ri kelmabdi. Otaga jigari to'g'ri kelmagan. Shu 37 yoshli yigitni ayoli jigarini 60%ni beribdi. Kelinimni Xudo salomat qilsin, umri otasiga rahmat, shundoq qizni tarbiyalagan deb aytayapti. Bunaqa ayollar bormi? Hozir nikohimizdagi ayollar shunaqa qimmatmi? Hozir mana oshdan boringda xotin, bugun domla shunaqa dedilar, 37 yoshli yigitga ayoli 60%ni jigarini beribdi. Nobodo Xudo asrasin, mana shu dardga chalinib qolsam, shu baloga yo'liq qolsam, sen jigaringni berarmiding deb bir so'rab ko'ring, imtihon tariqasida so'rab ko'ring. Dadasi oshda aroq qo'ydimi dedi, ichib oldingizmi erta bilandan deydi. Qayerdan oldingiz bu gapni, qanaqa gap bu deydi. Bermaydi, manaman degani bermaydi. Hayotda ko'rib yurimiz u. Bugun arzimagan matoni olib bera olmaganligi uchun erini loyga qorib tashlayotgan, botqoqqa qorib tashlayotgan ayol jigarini beradimi? Hech qachon bermaydi. Bunaqa ayollar milliondan bitta bo'ladi. Nima demoqchiman? Sizni bizlarni o'stirayotgan, dunyoga keltirgan, tarbiyalab, yedirib, ichirib, kiydirayotgan, to'ylarni qilib berayotgan qizimiz, Xudo asrasin, kuyovimiz agar shunaqa dardga chalinsa, jigarini berib yorishga tayyor bo'ladigan qizlarni tarbiyalaylik, maydonga chiqaraylik. Otalarimiz, onalarimiz xuddi mana shunday qimmat yashashgan. Shohimardonda ko'rdim, 28 yoshli yigitga pochkasini berdi ayoli. Farg'onada ko'rdim. Farg'onada ana shu yerda ham pochkasini berdi. General Uzoqovda jigarini berdi. Onalarni bir nechtasini ko'rdim, pochkasini bergan. Lekin men onalarnikini men qahramonlik deb bilmayman. Chunki ona farzandiga jonini beradi. Pochka nima bo'pti ona uchun? Jigar nima bo'pti? Jonini berib yoradi. Mana shular ham bir paytlar kimlarni qiziydi. O'shalarning ham otasi bor, onasi bor. Lekin ular turmushga chiqayotgan paytda qizim, ertaga kuyovim, ering kasal bo'lib qolsa, pochkasi ishdan chiqib qolsa, bitta pochkasini berasan deb nasihat qilmagan, ular vasiyat qilib bu narsani xayoliga keltirmagan. Lekin shundoq islomda tarbiya topganki, erni baxti uchun, erni salomatligi uchun jon fido qiladigan ayollarimiz borki, shularni sharofatidan hozir ko'cha-ko'yda yarim yalang'och bo'lib, ko'cha-ko'yda har xil ishlarni qilib yurgan o'zbek ayollarni Xudo balolardan asrab turibdi. Dardlardan, yer yutishdan asrab turibdi. Chunki diyorimizda mana shunaqa ayollarimiz bor, qizlarimiz bor, kelinlarimiz bor, birodarlar. Bizlarni ham qizimiz shunaqa serhimmat bo'lsin. Oila uchun, er uchun jon fido qiladigan bo'lsin. Arzimagan kelishmovchilik uchun ajrab, uyiga borib olib qaytib kelayotganlar borda, 1 oy, 2 oy, 3 yil yashab yo bitta ikkita bolali bilan qaytib kelyapti-da, endi tinchgina o'tirsa mayli otani uyida. O'zimni aybim bilan, mana o'zimni xatoyim bilan shu oilani shu ahvolga olib kelib qo'ydim, oilamni buzib qo'ydim. Endi shu joyda tinchgina akam top kelyapti, ukam top kelyapti, shuni yeb ichib o'tiray, bir baxtimni topgunimcha, erim bilan yarashgunimcha demasdan, ona bilan biriktirib, kechaginda necha yillardan beri tinch yashab kelayotgan akani
xotini bilan urushtirib, ukani xotinidan urushtirib rasvoyjahon qilib tashyapti. Onalarimiz shuni gapiga ishonyapti-da. Shu paytgacha kelini yaxshi edi, shu paytgacha tilloydi, bunaqa kelin yo'q edi, qiz qaytib keldi. Kelin baloga yo'liqyapti. Yo'qmi bunaqalar? Ko'rmayapmiz. Qandan oldingiz bu gaplarni dengchi? Men buni har kuni ko'ryapman, birodarlar. Allohning kalomidan tilovat qilib, inshaalloh duo qilamiz. Ehtiyot bo'laylik. Xalqimizda bir gap borki, haq nazaridan qolmagin deb otalarimiz duo hozir ham qiladilar. Haq nazaridan qolmang. Hazrat 321 baytlari bor. Ilmi qol ilmiga mohir bo'lsa ham, tengi yo'q sozanda-yu bemisli shoir bo'lsa ham, yer yuzida qanchalar ishlarga qodir bo'lsa ham, yuzida oyu quyoshning nuri zohir bo'lsa ham, el içinde qad bukib ta'zim etardan qolmasin, ayting yaxshilar, hech kim nazardan qolmasin dedilar. Nazardan qolgan inson ikki dunyoda baxtli bo'lmaydi. Nazardan qolgan inson ikki dunyoda xor bo'lmasdan qolmaydi, birodarlar. Shuning uchun o'zingni er bilsang, o'zgani sher bilgin deydi. Ta'zim qilib turaylik. Mana shu dadalarimiz pana past ham uylarda tug'ilganlar. Shu dadalarimiz eshiklari mundoq edi. Usti qamich bilan yopilgan uylarda eshigi mundoq edi. Eng bo'yi past farzand ham otani oldiga kirayotganda boshimni urmaydi, ta'zim bilan kirar edi. Hozirchi 2,5 metr eshik qo'yapmiz. Na o'g'il, na qiz, na kelin ta'zim qilmasa, g'o'dday kirib boryapti-da. Ta'zimni o'rganaylik, birodarlar. Ta'zim bizni ikki dunyoda aziz qiladi. Ta'zim qilgan insonni Xudoy taolo tavoziyda bo'lgan insonni darajasini ko'taradi deganlar. Oydan misol olmaysanmi? Ta'zim qilib chiqdi. Kundan kunga to'lishib 14 kunlik kechada zulmat qorong'ilikni yoritib yubordi. Sen ham ta'zimda bugun zulmat qalblarni yoritib yuboradigan nurga aylanib ketasan.